Xo'sh, hurmatli obunachilarimiz, sizlarga Spark qo'yib beramiz. Mashinamiz mexanik 2018-yilda ishlab chiqarilgan Oksvetda Gürtusla mashina 100 000 kilometr yurgan. Kraskalari 100% родной. Mashinamizda 4 tane yumshoq balon taqilgan, metan gazli uстановка bo'lgan. Salon qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshisidan chexollar yezilgan, Mercedes roller uстановка etilgan. Roller ham originali. Poliklar döşəlgən, metalları bu aytib ötdüm. Maşinamiz tayyor, umuman rasxod etmisizlar. Maşinam rasxod etmisizlar, maşinam kam rasxod etadi. Sparklarni bilasizlar-ku. 20 metr benzin salsanızlar yaddan chiqib ketgan benzin alasiz. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Bu mashinamizni sizlarga 88 million so'm atib beramiz. Avtokreditda 15-16 millionlar bilan chiqadi. Oylik to'lovi zo'r chiqadi. 3 million 300 ming so'mdan 3 yil. 5 yillik emas, 3 yillik bu. Qiziquvchilar bo'lsa, telefon nomerlari pastga qoldirib qo'yaman. Bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib, Bag'at avtomarketga kelib shu mashinani xarid qilib ketsangizlar bo'ladi.